Xuddi bir o'zga olamga tushib qolgandek, go'yo. Boshlashdan oldin bu yerga qanday qilib kelib qolganimizni qisqacha tushuntirsam. Saudiyaga borish har bir musulmon uchun qiyin emas. Buni umra firmalari orqali ham, mustaqil ravishda ham amalga oshirish mumkin. Odatda ziyoratga boradiganlarning 99% umra firmalaridan foydalanadi. Biz esa o'sha 1% mustaqil safar qiladiganlar qatoridan bo'lishni qaror qildik. Demak, Saudiyaga ketayotgan ziyoratchilar Toshkentdan Jiddaga uchishadi. U yerda avtobusda taxminan 6 soat Madinaga yurishadi. Biz esa Abu Dabiga uchdik. U yerda ozgina vaqt o'tkazib, to'g'ri Madinaga uchdik. Madinaga kelgandan so'ng biz bularni ko'rib, go'zalligidan lol qoldik. Madina shahri. To'liq nomi Madina-i Munavvara, ya'ni nurli shahar degani. Bu islom dunyosida ahamiyati bo'yicha ikkinchi muqaddas shahar. U Makkaning shimolida taxminan 400 km masofada joylashgan. Iqlimi esa cho'l sharoiti uchun nisbatan mayinroq. Shaharda taxminan 1.400.000 aholi yashaydi. Ko'pchiligi asli Saudiya Arabistonidan bo'lsa-da, Bangladesh va Pokiston kabi mamlakatlardan kelgan muhojirlar ham ko'p. Ammo hayratlanarlisi shuki, bu yerda haqiqiy arablarni taksi haydovchilari sifatida ham uchratishingiz mumkin. 95 benzin, taxminan 8000 so'm o'zani pulda. Mazami? Shaharning binolari o'zining arabcha me'moriy uslubi bilan ajralib turadi. Go'zallik boshqa mamlakatlardan butkul farq qiladi. Afsuski, shaharda professional kameralar bilan suratga olish ko'plab joylarda taqiqlangan. Lekin mahalliy aholining o'zi bizdan rasmga olishni so'rashgani qiziq. Fotograflarga o'xshatishdi shekilli. Madina shahrini masjid shahri ham deb atashadi, chunki bu yerda Masjidul Nabaviy joylashgan. Agar tarixga yuzlanadigan bo'lsak, bu yerning maydoni ancha kichkina edi. Keyinchalik birinchi xalifalar davridan boshlab masjid bir necha bor kengaytirildi va qayta qurildi. Hozirgi kunda esa avtomatlashtirilgan soyabonlar va konditsioner tizimlari ziyoratchilar uchun qulaylik yaratadi. Bugungi kunda esa masjidning maydoni 400.000 kvadratga yaqin va Ramazon va haj davrlarida 1 milliondan oshiq odamni sig'dirishi mumkin. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar. Janobimiz Sarvar olam sallallohu alayhi vasallamga, Alloh subhanahu va taoloni yaratgan mahluqotlarni adadicha salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu shaharni bir gulzor bo'lsa, uni go'yoyinki eng yuqori cho'qqisi, g'unchasini ham o'sha ochilib turgan, chaman bo'lib turgan joyda ushbu Masjidun Nabaviyya hisoblanadi. Bu masjidda o'qilingan bir rakat namoz 1000 rakatga tengdir va eng qizig'ini hozir aytib o'taman. Xullas, qiziq bir vaziyatga hozir duch keldim. Bu yerga kirishim bilan qalbni shunaqangi bir sakinat bosdi. Men o'yladim, balkim charchagandirman dedimda. Orada bir kirib chiqdim. Chiqdimda quloq soldim ichimga. Yana qaytib kirdim. Yana chiqdim, yana qaytib kirdim. Va tushundimki, bu yerni qanaqadir mo'jizasi bor. Kirishingiz bilan qalbingizni shunaqangi bir sakinat egallar ekan. Bu g'am, qayg'u, mana shu yelkalaringizdagi barcha g'am, qayg'u, muammolar birdaniga unutib ketar ekan. Va nima demoqchiligim, menimcha bu yoqqa kelgan odam tushsa kerak. Va haqiqatan har bir masjidga kelgan ziyoratchi aynan shu tuyg'ularni his qilyapti. Bunga ishora qilib shuni aytishimiz mumkinki, kimda kim agar Masjidun Nabaviyyaga kirsa, qalbida bir xotirjamlik, bir sakinat, dunyoni har xil fitnalardan sal uzoqroq, oxiratda g'ami qalbiga ko'proq va o'zini mahzunlikda tutadi. Yana bir qiziq fakt, bu masjid 24/7 ishlaydi va ziyoratchilar xohlagan vaqt bu yerga kirishi mumkin.
Va bu yerning eng muhim zonasi bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ravzalari, ya'ni qabrlari. Bu yerda nafaqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, balkim Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhularning qabrlari ham joylashgan. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlariga keldik, ya'ni ravzalariga. Va barcha bizni kuzatayotganlar nomidan salom yo'llaymiz. Aynan shu joyda qalbimni chuqur hayajon va muhabbat to'la xursandchilik egalladi. Afsuski u yerda professional syomka qila olmadik, chunki u yerda juda ko'p qo'riqchilar va politsiya xodimlari bor ekan. يمين يمين Nabaviy masjidida uzoq vaqt bo'lganimizdan keyin shahar aylanishga qaror qildik. Shaharda ko'plab mashhur brendlar va savdo markazlari mavjud. Ko'chalarda odamlar va mashinalarga to'lgan harakatni ko'rib hayratda qoldim. Kechasi 12 da ham ko'cha to'la odam. Madina shahri masjid shahri va men o'ylardimki, shaharning barcha yo'llari masjidga olib boradi deb. Ammo shaharni o'rganar ekanman, bunday emasligini tushundim. Bu yerdagi hayot ham biz o'ylagandek faqat diniy marosimlarga bog'liq emas, balki turli xil soha va ishlab chiqarish bilan boy. Umrah. Yeah. First time Umrah, yes. First time Umrah, yeah. Mana bu joylar Madinaning haqiqiy yuragi. Bu ko'chalarda ziyoratchilarni uchratmaysiz. Mahalliy aholi o'z oddiy hayotini davom ettiryapti. Lekin bir narsaga e'tibor bermang. Bu yerda qurilish ishlari tugamaydiganga o'xshaydi. Har qadamda ekskavatorlar, beton qurilmalari. Madina bir vaqtning o'zida ham tarixiy, ham zamonaviy shahar bo'lishni maqsad qilgandek. Ko'chadagi mashinalarga qarab tursangiz, shunday gaplar tug'iladi. Hammasi ayni bitta yo'ldan o'tganmikan-a? Chunki urilmagan mashinani deyarli o'zi yo'q. Bu yerda buni normal qabul qilishadi shekilli. Hayot davom etaveradi. Bir qiziqarli narsa, agar arablar bu kimga murojaat qilmoqchi bo'lsa ekan, ismini bilmasa, erkalab Muhammad deb chaqirar ekan. Xuddi bizani aka yoki birodarni analogi. Madina shahri faqat Nabaviy masjididan iborat emas. Bu yerda juda ko'plab muhim tarixga ega joylar mavjud va aynan shunday joylarning biriga yo'l olmoqdamiz. Demak do'stlar, biz Qubo masjididamiz. Bu masjid payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 622-yilda Madinaga hijrat qilgan kunlari birinchi qurilgan masjid. Bu masjid nafaqat bino, balkim islom ham jamiyat ramzi. Qubo masjidi shaxsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan qurilgani bois barcha musulmonlar uchun ulkan diniy va tarixiy ahamiyatga ega. U Madina markazidan janubi-g'arbda, taxminan 3,5 kilometr masofada joylashgan. Islom rivoyatlarida ta'kidlashicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qubo masjidiga o'z qo'llari bilan poydevor o'rnatgan. Uni qurishda faol qatnashgan ekanlar. Masjid oppoq gumbazlar, minoralar va keng shinam ichki hovlilarga ega. Bu yerda minglab musulmonlar ibodat qilishi mumkin. Masjidning markaziy zali bog'lar va piyoda yo'laklari bilan qurshab olingan. Bu esa sokinlik muhitini yaratadi. Bugun masjid zamonaviy islom me'morchiligining go'zal misoli bo'lib, an'anaviy uslub va zamonaviy qurilish texnologiyalarini uyg'unlashtirgan. Qubo masjidiga tashrif haj va umra ziyoratlarini a'lo qiluvchi hojilar uchun an'anaga aylangan. Ko'plab musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amrlariga rioya qilib, bu yerga ibodat qilgani kelishadi. Qubo masjidida o'qilingan namoz umra qilish bilan tengdir. Xo'p, Al-Quboni ko'rib bo'ldik. Endi esa Uhud tog'iga borishimiz kerak. Uhud tog'ini islom tarixida ahamiyati juda yuqori. Orqamizda turgan tog' islom tarixidagi eng mashhur Uhud tog'i. Xuddi shu yerda musulmonlar va makkalik mushriklar o'rtasida buyuk jang bo'lib o'tgan. Uhud tog'i o'zbekchaga o'girganda yakka tog' deb nomlanadi. Bu yerda ko'plab tarixlar yozilgan,
Ammo eng asosiysi bu Uhud jangi. Uhud jangi hijratning 3-yili 625-yilda aynan shu yerda sodir bo'lgan. Bu jangda musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligida Makka mushriklariga qarshi kurashadilar. Dastlab musulmonlar g'alabaga erishgan bo'lsalar-da, kamonchilar buyruqqa qaramasdan o'z joylarini tashlab ketadilar. Bu dushmanga orqa tomondan hujum qilish imkoniyatini berdi va vaziyat o'zgardi. Uhud jangida musulmonlar ko'p yo'qotishlarga uchradilar. Shu jumladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'ldilar. Uhud jangi musulmonlarga muhim saboq berdi. Har qanday vaziyatda ham buyruq va intizomga amal qilish lozimligini tushuntirdi. Keyingi lokatsiyaga borishdan oldin sizlarga bitta topishmog'im bor. Bu topishmog'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga ham berganlar. Demak, savol. Topishmoq ya'ni. O'zi ham yashil, mo'minga o'xshaydi, qishin yozin bir xil. Qaysi daraxt? Ha, bu xurmo daraxti edi. Xurmo arab madaniyati timsoli va Madinaning betakror iftixori. Arablar xurmoni nafaqat totli meva sifatida, balki saxiylik va mehmondo'stlik ramzi sifatida ardoqlab kelishgan. Ayniqsa Madinaning xurmolari shirin. Qadim zamonlardan beri xurmo nafaqat vujudni, balki ruhni ham oziqlantirgan. Rivoyat qilishlaricha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayniqsa Madina xurmolarini xush ko'rib iste'mol qilganlar. Bu yerga marhamat tilagan ekanlar. Shu yerda yashovchilar aytishicha, xurmo nafaqat yegulik, balki qalbning bir qismi ekanini ta'kidlab o'tishgan. Do'stlar, biz Madinaning Al-Romansiya, o'sha mashhur mandi tayyorlaydigan joyga keldik. Siz bilan birga hozir tatib ko'ramiz. Ketdik. Mandi Arabiston yarim oroli, ayniqsa Yaman va Saudiya Arabistonda eng mashhur va ommabop taomlardan biri. Mandi arablarga xos mehmondo'stlik va nozik ta'mlarga mehrni ifodalaydi. Katta tantanalar va bayramlarda dasturxonga qo'yiladi. Taom katta, umumiy laganda tortiladi. Har bir odam guruch va go'shtni qo'llari bilan yeydi. Bu esa tanovulning jamoaviy tabiatini ko'rsatadi. Xo'sh, nimagadir o'xshaydi-a? Sezyapsizmi? Thank you brother. Mandi nomi arabcha nada so'zidan olingan. O'zbekchada namlik degani. Bu taomdagi go'shtning mayin va shiradorligini ko'rsatadi. Mandi o'zimizning oshdan ancha oldin paydo bo'lgan deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Chunki osh ancha oldin paydo bo'lgan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Va nihoyat o'sha kun keldi. Hayotda shunday onlar bo'ladiki, ularni yillar davomida intiqlik bilan kutasiz. Ular orzu bo'lib qalbingizga muhrlanadi va siz ularga yetishish uchun tinimsiz harakat qilasiz. Men uchun bu kun ana shunday kun edi. Ehrom kiygan holda yuragimda hayajon va quvonch aralash hislar tuyulgan edi. Yuragim tez-tez urardi. Go'yo o'zi ham tushunib yetayotgandek, birozdan so'ng men Ka'bani ko'raman deb. Ka'bani o'z ko'zlarim bilan ko'rganda men bir lahzaga jim turib qoldim. Bu onni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan quvonch va hayajon hislari egalladi. Go'yo vaqt to'xtagandek, atrofdagi hamma narsa yo'qolib, faqat men va Ka'ba qolgandek. Yonimdagilardan ba'zilari ko'z yoshlariga erk berib yig'lab yuborishdi. Men esa nafasimni ushlab, fikrlarimni jamlay olmay, hech narsaga javob bermasdan shunchaki hayrat ila tik turgan edim. Bu on orzularimning amalga oshishi, yuragimdagi eng chuqur xohishlarimning haqiqatga aylanishi edi. Ka'bani ko'rish insonning nafaqat ko'ziga, balki qalbiga ham nur taratadi. Do'stlar, his-tuyg'ular o'zgacha orqada qo'shib.
Demak, umrani tugatib shaharni aylanish vaqti keldi. Makka shahri nafaqat ibodat joyi, balki tarix, madaniyat va hayot bilan to'lib toshgan mo'jizaviy joy. Har burchakda o'tmishning izlari va bugungi kunni hayratini ko'rish mumkin. Va menga eng yoqgan tarafi deyarli har bir joyda mana shunday kabutarlar to'dasini uchratish mumkin. Tushmayapti-yu. Do'stlar, biz hozir islom tarixidagi eng muhim va go'zal tarixga ega manzilga yetib keldik. Qarshimda turgan tog' Sabr tog'i. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Makkadan hijrat maqsadida chiqib ketib, shu yerda qolishgan. Nur tog'i faqat tarixiy joy emas, balki har bir ziyoratchiga o'zini tushunish va o'tmish haqida o'ylash imkonini beradi. Bu yerga kelgan odamlar o'sha tarixiy onlarni his qilib, yanada yaqinroq tushunishga harakat qiladilar. Biz ham bu joyni kuzatib, uning ahamiyatini yanada chuqurroq angladik. Taxminan 1,5 soat vaqt ketar ekan bu yoqqa to'liq chiqishga. Assalomu alaykum. No. Bu ham ko'p ekan unaqalar. So, maydam yo'q boshqa. Maydam yo'q boshqa. Ha. Ochig'ini aytsam, tilanchilikni kasb qilgan odamlarni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Misol uchun mana bu yerda pokistonlik bir muhojir birinchi salom berib, o'zini tanishtirib, yaxshi gaplardan gapirib, keyin esa oxirida tilanchilikka o'tdi. Va bu ko'p uchragan vaziyatimizdan faqatgina biri. Makkadagi yo'llar haqiqiy muhandislik san'ati. Tog'larni qazib, ular orqali shunday keng tonnellar qilishganki, hayron qolasan. Ba'zida shunday his tug'iladi. Go'yo tog'larni qo'l bilan chetga surib yo'l ochishgandek. Bu yerda har qadamda qulaylik haqida o'ylashgan. Hatto tog'lar ham bunga qarshi chiqolmagan. Biz hozir shunday joyga ketyapmizki, u yerdan butun Makkani qo'lingizga olib ko'rgandek bo'lasiz. Yo'lda atrofni tomosha qilib turing, lekin qayerga ketayotganimizni hozircha sir saqlaymiz. Aziz tomoshabinlar, hozir Makkani butunlay go'zalligini ko'rsatish uchun internetdan zo'r bir lokatsiya topdik. Birga ko'ramiz. Ketdik. Mashaalloh. Buni qaranglar. Makka Mukarrama sarguzashtimizni biz Jabbal al-Nur tog'ida davom etamiz. Aynan mana shu yo'lning oxirida taxminan 1400 yil oldin birinchi ilk bora Qur'oni Karimning oyatlari nozil bo'lgan joy bor. Ana o'sha yerga boramiz va u yerda nafaqat Qur'oni Karim nozil bo'lgan joy, balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilk bora Jabroil alayhissalom bilan ko'rishgan joylar. Xullas, yo'limiz oson emas. Ko'rib turganingizdek, zigzag shaklda tepaliga chiqishimiz kerak. Taxminan 1,5 soat yursak kerak menimcha. Nur tog'i musulmonlar uchun juda muhim va muqaddas joy. Aynan shu yerda Hiro g'orida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'onning birinchi oyatlari nozil qilingan. Shuningdek, bu yerda Jabroil alayhissalom bilan birinchi uchrashuv sodir bo'lgan. Do'stlar, 80% yo'l bosib o'tdim. Taxminan 40 minutdan beri yuramiz уже. Xudo xolisa, ozgina qoldi. Yo'l davomida ko'plab odamlarni uchratdim. Ular ham g'orni ko'rishga va bu muqaddas joyning quvvatini his qilishga intilishyapti.
Tog'ga chiqish qiyin, lekin har qadam seni nafaqat g'orga, balki o'ziga ham yaqinlashtiradi. Bu yerda vaqt va makon go'yo to'xtaganday. Endi esa bu yo'lni davom ettirib, Xiro g'origa yaqinlashamiz. Shunday muqaddas joylarga to'da odamlar kelishadi, ammo farosatni unutib qo'yishadi. Qadrli kuzatuvchilar, 1 soat 20 minut deganda chiqoldik, alhamdulillah. Bu joyning tarixi qanday kuchli ekanini darhol his qildik. Aynan shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onning ilk oyatlarini qabul qilganlar. Bu yerda nafaqat tarixni his qilasiz, balki Allohga yaqinlikning ajoyib quvvatini ham Son sezasiz. vaqti azon yangrayapti hamma yerdan. Bunaqasini to'g'risini aytsam, birinchi martalab ko'rib turishim. Xo'p, Makkani deyarli har bir joylarni aylanib bo'ldik. Bugun biz Al-Ulaga borishni qaror qildik. Ammo bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Al-Ulani ko'p manbalarda musulmonlar uchun taqiqlangan joy deb aytishgan. Ammo men kartadan qaraganimda Al-Ula juda ham katta hudud va nima uchun taqiqlangan? Chunki u yerda tarix bo'yicha Solih alayhissalomning qavmi bo'lgan, ya'ni Samud qavmi adashmasam. Endi tarix bilgan bo'ladi. Shunda biz u hududga bormaymiz, ya'ni hozirgi nomi Madain Solih adashmasam. U hududga bormaymiz, ammo boshqa hududlarga boramiz, chunki boshqa hududlari juda ham go'zal joylari bor. Inshaalloh o'sha taraflarni sizlarga maksimal darajada ko'rsatishga harakat qilamiz. Al-Ula Saudiyaning tarix bilan kelajakni zamonaviy uslubda aralashtirgan versiyasi. Bu yer qadimgi nabataylardan qolgan mega tarixiy obidalari bilan mashhur. Xususan UNESCO ro'yxatiga kirgan. Qisqasi tarix bor, ammo bugungi zamon uchun ham moslashtirilyapti. Xullas, Al-Ula haqida davom ettirishdan oldin keling sizga Vision 2030 haqida qisqacha tushuntirsam. Vision 2030 bu qandaydir shior emas, balki butun mamlakatning kelajakka qadam qo'yish uchun tayyorlangan ulkan strategiya. Xullas, Saudiya endi faqat neft bilan emas, ko'proq wow narsalar bilan mashhur bo'lishni xohlayapti. Turizm, texnologiya va madaniyatni rivojlantirib, neftdan mustaqil kelajak quryapti. Birinchi navbatda turizm. Saudiya nafaqat ziyorat uchun jozibador bo'lishni xohlayapti, balki tarixiy joylari va zamonaviy mo'jizalari bilan butun dunyo turistlarini o'ziga jalb qilmoqchi. Har bir burchak selfie uchun ideal fon. Ikkinchisi texnologiya va innovatsiya. Kelajak bugundan boshlanadi deyishadi-ku. Shuning uchun bu yerda avtomat dron shoular, robot ofitsiantlar va hatto aqlli shaharlar paydo bo'lyapti. Misol uchun mana Neom, Saudiyaning kelajak shahri. Bu yerda fantastika va haqiqat birlashgan. Aqlli texnologiyalar, yashil energiya va ekologik toza hayot tarzi. Kelajak shahar cho'l o'rtasidagi futuristik oazis bo'lib, robotlar, dronlar va hatto uchuvchi mashinalar rejalashtirilgan. Neom faqatgina shahar emas, balki butun dunyoga kelajak qanday bo'lishini ko'rsatadigan loyiha. Saudiya uchun bu nafaqat joy, balki tarixga kirish uchun katta qadam. Vision 2030 nafaqat mamlakat iqtisodini diversifikatsiya qilish, balki Saudiyani dunyo miqyosidagi yangi markazga aylantirish demakdir. Endi Saudiyaning shiori. Xullas, Saudiya Arabistoni bu mega loyihalar bilan bizga shunday gaplarni aytmoqchi. Keling nafaqat o'tmishni, balki kelajakni ham biz bilan quring deyishmoqchi. Saudiya endi quduqlar mamlakati emas, endi u kelajak rejalarining qudratini ko'rsatadigan davlat. Do'stlar, biz qadimgi Al-Ula shahrida hozir turibmiz. U o'zining gullab yashnagan davrlardan beri go'zalligini hali ham saqlab qolgan. Qadimiy shahar Al-Ula. Bu yerdagi uylar shunchalik tarixiyki, ularni ko'rib go'yo vaqt mashinasiga tushgandek bo'lasiz. Har bir burchakda o'tmishning izlari bor. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman, shunchaki manzarani tomosha qiling. Orqamda turgan Maraya Social binosi va u dunyodagi eng katta oynali bino.
Maraya bu shunchaki konsert zali emas, balki dunyodagi eng katta oyna bilan qoplangan binodir. Ha, aynan oyna. Bu bino cho'lning o'zida joylashgan va atrofdagi go'zal manzaralarni xuddi qanday bor bo'lsa, shunday aks ettiradi. Shuning uchun uni topish qiyin bo'lishi mumkin, chunki u cho'lga uzoqdan yo'q bo'lib ketgandek ko'rinadi. Hozircha Maraya konsertlar, tadbirlar va xalqaro festivallar o'tkaziladigan Saudiyaning eng zamonaviy madaniy maydoniga aylangan. Bu yerda Andrey Bocellidan tortib yirik xalqaro yulduzlar chiqish qilgan. Ichidagi akustika esa shunday mukammalki, o'tirgan joyingizda wow degizadi. Shuning uchun agar Al-Ulaga borsangiz, Marayaga o'tmasdan qaytish yo'q. Amerikadagi Grand Canyonni kim biladi? Agar bilsanglar, shu narsani aytamanki, bu yer u yerdan ancha go'zalroq. Bilasizlarmi nimaga? Chunki men Grand Canyonni ko'rmaganman. Grand Canyonga borish shart emas. Saudiyadagi tog'lar ham hayratga soladi. Hech qanday boshqa filtr yoki Photoshop kerak emas. Allohning o'zi bu yerni mukammal qilib yaratgan. Tog'lar baland, forma va ranglari esa shu qadar hayratlanarliki, o'zingizni fantastik film dekoratsiyasida yurgandek his qilasiz. Bu tog'lar million yillik tarixni o'zida saqlaydi. Shamol va yomg'ir ularni haykaltarosh kabi o'ylab bugungi shakliga keltirgan. Eng zo'ri bu tog'lardagi tinchlik. Faqat siz, tabiat va qoyalar. Bu yerda hech qanday shovqin, suron yo'q. Thank you. It's not. Thank you. Kechirasiz, assalomu alaykum. Shalol kafe qayerda edi? Ha? Tushunmadim. Ha. Bolasi bo'lsa kerak. Xullas boyaga to'g'ri aytib kerak ekan. Lekin manzara va ta'riflashga tilim ojiz. Buni faqat ko'rish kerak. Adashmasam Cristiano Ronaldoni Instagramda ko'rganman biroz. Look at this. Xuddi bir o'zga olamga tushib qolgandek go'yo. Duna kinoni kim ko'rgan? O'sha dekoratsiya. Dunyodagi eng g'ayrioddiy joylashuvga ega kafega keldik. Shalol kafesiga kirish uchun mana shunday qiyinchiliklardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ammo mukofoti misli ko'rilmagan manzara ostida kofe ichib o'tirish. Bu yerning go'zalligidan hatto kofe ta'mi ham yanada yaxshiroq tuyuladi. Mana shunaqa ajoyib manzara. Keyingi lokatsiyaga borishimiz uchun Al-Ula bilan xayrlashishimiz kerak. Al-Ula bu yer haqida nima deyishim mumkin? Haqiqiy madaniy shok va esda qolarli yaxshi taassurotlar qoldiradigan joy. Xuddiki tarix yangi formatda yaralgandek. Saudiyaning yuragi va qolaversa kontrastlarga to'la shahar Jiddaga xush kelibsiz. Bu yerning o'ziga yarasha bir shiori bor. Arabchada Jidda g'oyir deyilsa, o'zbekchada boshqacha Jidda deb ataladi. Jidda Saudiya Arabistonining eng yirik shaharlaridan biri va Qizil dengizning haqiqiy marvaridi. 2024-yil holatiga ko'ra, Jiddaning aholisi taxminan 4.9 million kishini tashkil etadi. Bu faqat aholi soni bilan emas, balki madaniy va strategik ahamiyati bilan mamlakatning eng muhim shaharlaridan biridir. Geografik jihatdan Jidda haj va umra ziyoratchilari uchun darvoza vazifasini bajaradi. Chunki Makka va Madinaga eng yaqin port shahar hisoblanadi. Qizil dengiz bo'yida joylashgani tufayli u tarixan savdo va madaniyat almashinuvi markazi bo'lgan. Jidda tarixiga nazar tashlasak, u 7-asrda savdo porti sifatida asos solingan. Islom tarqalgandan so'ng u haj ziyoratchilarining asosiy uzeliga aylangan. Jidda shahrining mashhur joylaridan biri Suzar masjid. Bu masjid Qizil dengizni shundoqqina o'zida joylashgan va uzoqdan ko'rgan har bir odam bu masjidga nega bunday nom berilganini anglaydi. Eksteryer va interyer go'zalligiga eng yuqori ball bersangiz ham baribir kam.
Xo'p, nega suzuvchi masjid? Sababi yilning ayrim bir vaqtida suv sathi ko'tariladi va shunda xuddiki masjid suzayotgandek illyuziya paydo bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, biz qadimiy labirintga keldik, ya'ni qadimiy shaharga. Bu yerning nomi El Balad. Qadimgi Al-Balad shaharchasi. Jiddaning tarixiy yuragi. Bu yerdagi qadimiy binolar, tor ko'chalar va bozorlar Jiddaning o'tmishini ochib beradi. Bu shaharchaning har bir burchagi go'yo bir sahifa tarix kabi UNESCO butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Al-Balad shaharning madaniy boyligini saqlab qolgan go'zal joylardan biri. Cold karak. Shukran, brother. Mana bu binoga e'tibor bersanglar, sal qiyshayib qolgan, lekin xavotirga o'rin yo'q. Chunki bu yerning hukumatı hozir rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishyapti. Bu yerning qadimiy masjidida shom namozini o'qish baxtiga muyassar bo'ldik. Mahalliylar, ayniqsa xorijliklarni ko'rib, juda qiziqib qarashdi. Eng yoqimlisi yoshi katta imomning bizga kelib tabassum qilgani va katta barmog'i bilan hammasi zo'r ishorasini ko'rsatgani bo'ldi. Bu tarixiy joydagi arablarning samimiyati bizlarga haqiqiy ilhom manbai bo'ldi. Bu yerda kunduz kunlari juda issiq bo'lgani uchun mahalliy aholi asosan kechqurun ko'chalarga chiqadi. Kechki hayot bu yerda juda faol. Ko'chalarda sayr qiluvchilar, restoran va kafelarda zavqlanayotgan odamlar, bozorlarda savdo-sotiq kechasi ham ishlaydi. Qizil dengiz bo'yidagi salqin shamol kechqurun Jiddani. Demak, do'stlar, Saudiyadagi sayohatimiz nihoyasiga yetmoqda. Bitta narsa aniq aytaman, bu yerlar qalbimda o'chmas iz qoldirishi aniq. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hayr.